Alaykum, o'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari, hurmatli YouTube ishqibozlari, Chorva ishqibozlari. Hop, sizlarga bugungi videomizda shuni ko'rsatmoqchi edimki, O'zbegim Chorvasi YouTube kanalini egasi ukamiz bo'ladilar. Shu ukamiz kelganlar. Mashq qo'chqorlarda tajribasini birgalashib qo'yib boqishdi, o'zlarini YouTube kanallariga syomka qilishdi, niyat qilganlar. Hozir bu o'zimni YouTube kanalim uchun, o'zimizning Chorva uchun syomka ketaveradi. Telefonni qo'yib qo'yamiz, syomka olishda davom etaveradi. U yoqda biz ukamiz bilan buni masalasini gaplashib video qilamiz. Albatta qiziq ma'lumotlar, kerakli ma'lumotlar orada aytib o'tiladi. Oxirigacha ko'rib turinglar. Mehnatimiz yoqsa, bittadan like kommentni banglatib qo'yasizlar. Ayniqsa menga eng qiziq narsa, meni kim qayerdan kuzatyapti? Shuni kommentda yozib ketinglar. Agar malol kelmasa, O'zbekistonning qaysi chekkasidan bo'ladi yoki bo'lmasa qo'shni respublikalardan bo'ladi. Kommentga yozib ketinglar. Men uchun bu motivatsiyaning eng katta nomer 1. Shuning uchun yozib ketishlaringizni so'rab qolaman. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, videomizning asosiy qismi boshlanishidan oldin ozgina vaqtlaringda ayamasdan ko'rib turasizlar. Qo'zi-qo'chqorlarimizni sotuvdagi narxlar bilan bir tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, bu yerda 12 bosh qo'zi-qo'chqorlarimiz turibdi. Bularda yosh oyligi 6-7 oylik oralig'ida, bo'ylari 75 plus minus. Ana boring 75 dan 70 oralig'ida deb olsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, narxlari optim narxi, yengil qo'yib yuborganmiz 4 million so'm, 3 million 900 ming so'mdan ham berib yuborilaveradi. Xo'p, bu yerda 22 bosh qo'zi-qo'chqorlar yotishibdi. Turinglar qani. Xo'p, bularni yosh oyligi akalar 6 oylik plus minusda. Bo'ylari ham 72 plus minus deylik. Lekin 68-69 yo'q. Gavdavoshlari, badanlari o'ziga yarashanda ko'rishlaring mumkin. Xo'p, narxini 3 million 700 ming so'mdan optimga olgan odamga, hamma qo'ylarimizni donaga tanlab olgan odamga kelishiladi, ustida narx-navosi baholanadi. Xo'p, bu yerda 9 bosh yosh oyligi kichikroq bo'lgan, 5 oylik atrofida bo'lgan qo'zilarimiz bor. Endi bularning gavdasini yog'ochimiz to'sib qolyapti, aniq ko'rsatish uchun. Xo'p, bu qo'zilarimizning narxi akalar 3 million 500 ming so'mdan bir joyga olaman degan odamga berilaveradi. Lekin ishtahalari zo'r, mana shu oxiridagi qolib ketgan quruq xashaklarni ham yeb tozalab o'tirishibdi. Lekin ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Kanalimizda opisiyaniyasida telefon nomerlarimizni yozib qoldirganmiz. Qamizga obunachilarimiz bormidi aka? Mana sizga xudo xolasa eksperiment sifatida akalar alohida qilib 4 ta qo'ydi akalar yem berish jarayoni. Xudo xolasa qo'y boqish jarayoni. Aytmoqchi bo'lganim mana akalar hozirgi kunda sotilayotgan qo'chqorlarni hozir alohida qilib yem berib boqilyapti. Bu hozir qo'ylarimiz qanday ketyapti, qayer yo'sinda ketyapti, qancha rasxod qilinyapti, nima yem beryapti akalar. To'liq videoda oxirigacha ko'rasizlar. Biz to'liq ma'lumotini Abrorjon akamiz o'zidan olib beramiz. Akamizning eksperimentlarini xalq bilan bo'lishimiz keldi. Ochiqni aytaverish kerak. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar, like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa zo'r ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz akalar. Abror aka, tuzimiz kelgan. Rahmat. Siz yaxshimi? Ahvollar qalay? Rahmat, zo'r. Eksperiment sifatida aka, masalan, o'tgan safar katta qo'chqorlarni videosini kelgandik akalar. Eslaringizda bo'lsa akalar mana. O'tgan safar videomiz. Endi bu safar akamiz eksperiment sifatida qo'zi tashabdi-da 4 dona. Hammamizga bu eksperiment desak, qandaydir sal quloqqa noto'g'ri eshitiladi deb o'ylayman, Sherzod. Birgalashib qo'y boqish tajriba. Tajriba ham u. Men nimaga buni 4 tani buni adinni qilib tashladim? Men asli bunaqa katalak qilib boqishni yoqtirmayman. Asli yoqtirmayman. Nimaga deganda, bu ham bir Allohning maxluqoti, Allohning jonzoti. Bular ham erkin aylanib yurish huquqiga ega deb o'ylayman-da. Shunaqa hisoblayman. Hayvon bo'lgani bilan. Endi nimaga bunday tashladim? Hozir 4tasi 4 xil. 4tasi 4 xil. Nima? 4tasi 4 xil. Haligisi bor. Mana maroni aytaman. Bu 8 oydan oshiq. To'g'li. To'g'li o'tgan. Mana oyimiz 6 oylik atrofida. 6 oylik. Mana 5 oydan o'tgan. 5 oylik. Mana 7 oylik. Bu ham to'g'li ekan-a? To'g'liga o'tib bo'lgan bu ham. Endi nimaga bunaqa har xil tashladim? Odatda boqaman degan aka-ukalar bir xil tashlashadi. Endi kuzatuvchilarimiz eng qizig'i to'ralasa 4 xil e'tibor kerak-da. 4 xil e'tibor kerak, lekin men hozir boshlanishiga Sherzod yem masalasini gaplashamiz. Maqsadni tushuntirib beray.
Hop, bir Maqsad bizni kuzatayotgan obunachilar va tajribasi katta obunachilar ko'p bizdan. aha. Bizni kuzatayotgan, bizdan ko'ra tajribasi zo'r bo'lgan akalarimiz serob. Lekin ular bunday video qilishmaydi. Men bunday video qilishimning sababi hozir qo'yga bo'lgan, qo'y boqishga bo'lgan, mol boqishga bo'lgan e'tibor ko'payib ketdi. Ko'proq odam boqyapti. Aha. Hali qo'yni boqib ko'rmagan odamlar bor-da. Ular tushunsa. bir yonida o'rgatadigan odami bo'lsa mayli, o'rgatadigani yo'qlar ham bor. Men shularga murojaat qilamanki, meni kuzatib boring. Men bilan bir xil ratsionda bir xil qilib boqaverasiz. Misol, kimdadir 7 oylik qo'zi bor, kimdadir 5 oylik qo'zi bor, kimdadir 6 oylik, kimdadir 8 oylik qo'zi bor. Qanaqa yem beraman? Birma-bir ko'rib boraverasiz. Endi aka aytmoqchi bo'lganim, bularga hozir nima beryapsiz o'zi? Hozirgi momentda mana shu katta qo'ylarimizga o'tgan safar nima qildik? Hozir Sherzodbek, men kameraga bitta qarab qo'yay, yorug'lik tushib qoldi menimcha, quyosh botayotganning hisobiga. Aha. Ko'rinsa bo'ldi. Bayda men o'zimizning chorva YouTube kanali uchun syomka ham ketyapti. Syomka ketyapti. Ikki tomonlama. Men obunachilarga kamerani oldida juda erkin gapiraman. O'shaning uchun meni obunachilarim xudo xolasa kuzatishaveradi, xursand bo'lib. Yaxshi mazmunli, foydali video bo'lsa bo'ldi ularga. Aha. Endi aytmoqchi bo'lganim, hozir qanaqa yem beryapsiz ularga? Xo'p, Sherzodbek, qarang. Mana o'tgan safar ham ko'rsatdik. Makka arpa, bug'doy. Aha. Yormas. Qilingani. Yormas mana. Yorma qilingani mana. Bu e'tibor berasizlar, drabilkadan chiqarilmagan, tegirmondan chiqarilgan. O'zimiz kameraga ham ko'rsatib qo'yay. Tegirmondan chiqarilgan. Hozir shundan beryapman. 200 grammdan beryapman. Hammasiga bir xil beryapman. Bir xil yeyapti. Nimaga bir xil beryapman? Bir 10 kuncha bir xil beraman. Aha. 10 kunda sarf hisob qilaman. Baribir mana kattaga ozlik qiladi, uni aniq bilaman. Bunga ozlik qiladi. Bu mana hozir ham urib tashlayveradi bir pasda. Mana ungacha ko'plik qiladi. Faqat hozir 200 grammdan beryapman-da bir mahaliga, bir kunda 400 gramm. Holatini ko'raman. Hozir buni qayerdan bilasiz? Bu ko'plik ozlik qilayotganini. Albatta ichki kelishidan. Ichki kelishidan. Oshqozon. Masalan, qanaqa keladi? Shuni ham aytib keting endi. Qo'y boqib yo'q, hozir unchalik sezilmaydi, Sherzod. Hammasi ana shu qumaloq tushaveradi-yu. Aha. Agar oshqozoni buzilib, ichi o'tib qolsa, sirazi yemini ozaytiraman. Yemini ozaytirlar. Sirazi yemini ozaytiraman. Lekin mana hozirgacha beryapman. Bir hafta vaqt o'tib qoldi, salkam. Ichi buzilgani yo'q mana. Hech qaysini tagida bir suyuq axlat yo'q-da. Yaxshi yeyapti. Bu degani ko'taryapti yemni. Yemni ko'taryapti. Yemni ko'taryapti. Mana eng kichkinamiz mana bo'lsa ham bu gavdasi zo'r. Aslida misol mana bir oylik bundan katta bo'lgani bilan mana uning gavdasidan mana uning gavdasi balandroq. Balandroq. Nasli ham mana undan ko'ra tozaroq deb o'ylayman mana shuni. Qani ko'ramiz oxirida nima bo'lar ekan. Aha. Yemni ko'taryapti hozir 200 grammdan. Agar yemni ko'taraversa, mana ularga, mana kattalarga ozginadan qo'shaman. Bu yana shunday ketaveradi. Shunday ketaveradi. Hech bo'lmasa bir 20 kun bir oy 200 grammdan berib boraveraman ko'tarsa. Agar ko'tarmay qolsa, jicha kamaytiraman-da. Undan keyin sekin hozir aytmoqchi bo'lganim, masalan bir xil yeyapti deyapsiz. Shuni o'pish qo'yaversak bo'lmasmi to'rttani? Yo'q. Nimaga? Baribir hozir farq qiladi. O'pish qo'ysak, mana yomon, ishtahasi yomon, mana uning ishtahasi yomon. Hali yomon deganda zo'r demoqchiman. Ochopatroq. Ochopatroq. Aha. Mana hozir ham bularni baribir surib chiqaraveradi-da. Mana ularga yem bermaydi. Yem bermay qo'yadi. Mana katak alohida ko'yka deydimi? Aha. Qapas qo'yishning maqsadi shu. Mana o'ziga tegishlisini yesin, bu o'ziga tegishlisini yesin degan ma'noda qilganman. Mana eda mana qo'shqirlar mana. Bular hammasi teng bo'lgan, bir xilda. Bir xilda bo'lgan. O'shaning uchun birga boqilavergan. Bayda har xil bo'lgani uchun alohida qilib qo'yganman. Endi ko'ramiz. Mana ular misol tashlasang hozir misol 200 grammdan 800 gramm shuni o'rtaga tashlab qo'ysang, mana hech bo'lmasa bir 400 gramm deb qo'yadi. O'zi yeb qo'yadi. Ochopatroq. Lekin baribir qo'qqani orqaga chiqib ketadi-da. Ana ularni surib tashlaydi agar. Buni tushunasiz. Endi aytmoqchi bo'lganim, pulini ham sarf hisob qilasizmi? Masalan, nechta pul olingan, nechta pul sotiladi? Endi Sherzodbek mana shu yerda meni obunachilarim biladi. Balki meni obunachilarim seni ham kuzatar. Daftar qilib. Qanaqa daftar endi bu? Qaysi kuni bayga tashladim. Mana 15-avgustda tashladim. 15. O'sha vaqtda
Bo'yi yetib. Bo'yi, vesi endi qo'lbola qilib. O'zing tushunsangiz bo'ldi. O'zim tushunsam bo'ldi. Obunachilar ko'rib turibdi. Har safar yozganimni ko'rsataman. Bo'yi 73, vesi 38 kilo chiqdi. Birinchi qo'chqorda. Bo'yi 73. Birinchi qo'chqor. Aslida 38 kilo. Ikkinchi qo'chqorimiz. Bo'yi 75 chiqdi. Vazni 35 kilo 35 chiqdi. kilo. Mana nafs yomon deganimda bo'yi 69 ta, vazni 34 kilo chiqdi. 34 kilo. Endi mana 8 oylik deganimizda bo'yi 79 ta, vazni 53 kilo chiqdi. Mana bitta obunachilar daftaringizni ko'rsatib qo'yay. Mana obunachilar, mana shu qo'chqorlarimizda tuzilgan ratsioni masalan jadvali bu 15-avgustdagi sanasi. Endi qachon tortasiz edi buni? Endi bugun 15 bo'lsa, 15-sana qo'ygan bo'lsak, 25-larga Har 10 kunda. 25-kuni sarf hisobini qilamiz 10 kunlikni. Shuni Shunda Sherzod tarozini avtomatda o'lchab ko'raman. alohida. Hammani alohida o'lchab ko'raman. 10 kunda qancha o'zgardi? Aha. Agar yaxshi o'zgarayotgan bo'lsa, kilo o'zgargan bo'lsa, demak yem ko'taryapti. Yem ko'taryapti. Yemni beramiz ko'proq. Shunday qilib boramiz. Endi orada men to'g'risini aytaymi, Sherzod, shu qo'ylarni bitta yarimtasi shamollab, yo'tal-po'talab qolishini ham xohlayman. Nimaga demaysan? Aha. Mana shu obunachilarimizga qanaqa lichena bo'lishini ko'rsatish uchun. Ichine Hech kim qo'yim kasal olsin demaydi, men kasal olsin deyman shu obunachilarga. obunachilar bilishi kerak. Bilishi uchun. Masalan, Chunki kimdadir bo'lib qoladi, qo'yni yo'tal-po'tali bo'lsa, burni oqsa, qanaqa ukol qilish kerak? Men veterinar chaqiramatda shayda o'zida ukol qildirib, nima ukol qilyapti, qanaqa holatdaligini ko'rsatish kerak-da menga. Aha. Bu to'rtta qo'y faqat mana shu o'rgatish uchun. Men foydasi uchun obunachilar bilan boqayotganim yo'q. Obunachilar bilan bo'lish uchun boqyapman. Endi aka bunday narsada ichida bo'kib qolishi bor buni. Ko'z yoshlanishi, shamollashi. maylar turibman-da, Sherzod. Ha, unda ko'proq berib yuboring. Yo'q, endi uni noto'g'ri ish bilan qilishni xohlamayman-da. Ha, o'zini holatida, ya'ni o'zini holatida bo'lsa, kimdadir shunaqa holat bo'lib qolsa, qanaqa yechim qilish kerakligini ko'rsin deyman. Aha. Albatta o'zimni hech kim qo'yini kasal bo'lsin demaydi-yu. Xuddi shu narsa. Endi hazil ma'nosida aytilyapti, lekin akalar, mabodo o'sha holat bo'lib qoladigan bo'lsa, obunachilarni ogohlantirib qo'yish maqsadida deyilyapti akalar. Ha. Masalan, bo'kib obunachilar qoladi, shamollaydi, veterinar keladi, davolaydigan jarayonini masalan hamma ham ko'rsatolmaydi. Masalan, ularda qo'yib boqayapti-yu, doktor umuman kelmas ekan, u lechena qilmas ekan umuman, lekin qo'y zo'r o'zgaryapti degani emas. Bo'ladi ichida ham. Buni ichida masalan, albin ichkiziladi akalar, evermegini qilinadi, vitaminini qilinadi akalar bularga, yemini beriladi. Yemni mana vaqtida berib, bir xil ratsion bo'yicha, bir xil rejimda berish bor akalar. Shuni aytmoqchi bo'lganim, bir xil boqilyapti, ya'ni birgalashib sizlarga bo'lishilmoqchi bo'lyapti akalar. Maqsadimiz qo'y obunachilarimizga qo'y boqish haqida ozgina bo'lsa ham bilim, malaka berish. Endi shu yerda Sherzod narxlarini ham bir gaplashib o'tdik. Ha, narxini so'ramoqchi edim, o'zi esdan chiqib qolibdi o'zi. Mana qo'chqor hozir sotuvda bor qo'chqorlarim. Optim narxi 4 million 200 chiqarildi, sotildi, qolgani 4 milliondan ham beraveramiz. 4 million deylik atrofida. Degan qo'chqorimizdan nimaga shoxdorini olganman? Shoxdori klientga yoqmaydigan qo'y bo'ladi. Ha, yoqmaydi. Hali sen o'zing qo'y savdosi bilan shug'ullanasan, zo'rini boqasan degan aka-ukalarimizga men ataylab klientga yoqimsiz bo'lgan shoxdorini olib keldim. Aha. Bega tashladim. Mana qo'chqor. Bu qo'chqorimiz 3 million 700 dan chiqarilgan qo'chqor. Bunda ham nimadir vitamin yetishmovchiligi bor-da, juni to'kilib ketib qolibdi. Ha, bu o'shaning uchun kisotka deydimi? Vitamin yetishmovchiligi. Ha, vitamin yetishmovchiligi bor. O'shaning uchun bu yoqqa olib keldim buni. Aha. Bu ikkovi sotuvda bor hozir buni partiyasidan. Undan bor. Buchi. Mana qo'chqor bo'lsa, bir aylanib bergan, orqangni ko'rsatgin. Bu kelganda dumbasi teshilib ketganda, yiringlab juda xunuk holatda. Endi dumba faqat yog'u. O'shaning uchun mana uni kayfiyatiga, nimasiga ta'sir qilmagan unchalik. Bir nozik organ bo'lganda qiynaverardi. Ash dumbada izi turibdi hozir ham. Tuzatib oldik buni. Uyga kelganiga 1,5 oydan o'tdi. O'shaning uchun mana shu ikkovi doimiy yurgan qo'y bo'lgani uchun erkatoy qo'rqmaydi ham. Ha, bu qancha hozirgi? Buni narxi hozirgi narxi bu ham 4 ustida. 4 ustida bo'lgan. 4 ustida mana shu. Sheriklar 4 ustida sotilgan. Yo'q, sheriklar arzon 37-38 ham sotilgani, hozirgi holati 4 ustida. Ha, buchi. Mana qo'y 5 ustida aka. 5 ustida ya. 5,5 atrofida. Nimaga deganda, vazni ham 53 kilo chiqdi birinchidan. Aha. Bo'yi ham 80 ga borib qoladi, 79 chiqdi. Endi buni aybi nima bo'lgan? Kelgan vaqtda
hali xunuk bo'lsa ham aytaman, chukkisida Aha. terisi osilib qolgan qo'y bo'lgan. Ortig'i bor. Yo'q, ortiq emas. Yirtilganmi? Yo'q. Hali qo'zilarda energiyasi kuchli bo'lsa, kichkina bo'lsa ham sheriklarning ustiga irg'averadi-da. Aha. Hali ko'p irg'igandan birda bir bo'lmasa, bir safariga jun qo'shilib kirib ketadi ichiga. Ha. Chang-pang, hashak-pashak qo'shilib kirib ketadi-da, o'shani hisobiga ichidagi terimida tashqariga chiqib osilib qoladi. Shib zarajini olib qo'ygan deysizmi? Juda bu yallig'lanib nima bo'lib ketmagan-ku, lekin hali hozir ham shunaqasi turibdi. Ozgina bor. Ozgina bor. U mana yeyish ichishi gavdasiga ta'sir qilmaydi, kayfiyatiga ta'sir qilmaydi-yu. U pul sanab olgan odamga alam qiladi-da. Xuddi shunisi. Yoqmaydi. Sog'lom narsani olsa, baribir tatiydi. Sog'lom olayin deydi-da, pul sanagan odam. O'shaning uchun sotuvga chiqarilmagan. Sotuvga chiqmagan. Bir 2,5 oy bo'lib qoldi. Kelganiga. 3 oy ham deveraylik. O'sha paytda qancha bo'lgan buni narxi? O'sha buni sheriklari 3,5-37 oralig'ida sotilgan. Sotilgan. Hozir 5 millionning ustida. Chunki badan o'zgarishi zo'rda. Kelganda ona qo'ydan ham kichkina qo'y bo'lgan bu. Bundan ham kichkina edi. Bu o'zgarardi. Zo'r o'zgardi. Tomoshabinlar endi bunday narsa aka, qo'chqorlarni masalan taroziga tortilganini yozib masalan ro'yxat qilib borilyapti ekan. Xudo xolasa akalar buni iloji bo'lsa, imkon bo'lsa, men ham obunachilarimga har oyda ko'rsatib borsak ekan mana shu narsani. Qancha o'zgaryapti, qanaqa yem yeyapti, ratsioni qanday bo'lyapti, qanday ketyapti. Sherzodbek, Shu narsani ko'rsatib borsak, obunachilik ham qiziqda hozir. Hamma ham qo'y boqishda masalan hamma ham hali qila olmaydi bu narsani, tajriba qila olmaydi. Hammaga qiziq narsa shu narsa. Shu joyda men yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Mening rejam bor. Hozir baydaman. Bu reja qo'y boqishda endi boshlagan aka-ukalarimizga-da. Hop. Keyingi rejam shundayki, mana shu qo'yxonamni shunday 3 ga bo'laman. Hop, mana sotib tugatgandan keyin balki sentyabrda 2-yarmiga o'tib qolar. Oktyabrga o'tib ketmaydi lekin 3 ga bo'laman, o'rtasidan to'sib turib, ikkitadan mana shu reshetkadan. Shunday deylik. Ikkitadan qo'chqor tashlayman har bitta oraliqqa. 6 ta qo'chqorni mana shu yerga qo'yaman. Hop. Endi qarang. Eng ko'p beriladigan savol, pishirib bergan yaxshimi, quruq bergan yaxshimi? Gidroponika degan yaxshimi degan aka-ukalarimiz bor-da. O'shanga men yechim qilib ko'rmoqchiman. Qaysi biridan qancha foyda yaxshi qiladi, qancha zo'r ketadi? Qaysi biri yaxshi degan savolni javobini qilib bermoqchiman. Buni endi xudo xolasa sentyabrda 2-yarmidan kutishaversin mendan. Xudo xolasa lekin qilib beraman. Bularni ham ko'rsatib boramiz akalar. Kanalimizga rivoj uchun obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Podpishkani metrosida xudo xolasa qo'ldan kelgancha hamma narsani yoritib bordik. Biz bo'lmasa shu yerda syomkamizni yakunlaymiz. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchangizga chorvangizga xudo barakasini bersin akalar. Aloqa chiqib qolasizlar. Demak, aloqa chiqishadi. Nima aytmadingmi? Kam aloqa chiqibdi.